Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2021 yili 6-oyning 4-kuni juma. Aslida bu hafta videoga chiqmayman deb o'ylagan. O'tgan hafta sizlarga mashtaroq degandim. Men yana chiqdim. Buning bir sababi bor. Muhim bir sababi nima bir qancha qarindoshlardan uchur keldi menga. Ularniki degeni hozir vatanniki yo'li butlay itik. Telefon bilanmi uydagilar bilan ko'rishamayotgan, ota-onalar bilan ko'rishamayotgan, tuqqanlar bilan ko'rishamayotgan. Mana bir ahvolda meniki muhabbatlik videolarımni ko'rsa, biroz o'ziniki ota-onasi, urug' tuqqanlari yurtga bo'lgan seg'inishga nisbatan biroz tasalli bo'layotganda bo'lsa to'xtatmasangiz buni degan mushtaq talablar keldi. U gaplarni anglab men misol chidayolmadim. U haqiqatan mana shu ahvol. Men bu 2017 yili 1-oydan boshlab hech qanday tuqqanim bilan biror eg'iz ko'rishmoqmadim hozir qadar. O'zimniki tuqqanlarniki qanday turayotganligini boshqalardan o'qib turyapman, ammo o'zim telefon qilib boqmadim, aloqalashib boqmadim hozir. Shunaqda 4 yildan oshdi. 4,5 yildak bo'ldi. Şuna əlqədəki qarindaşlarınki ko'ngli bilan tushunaman. Bundan keyin bir mezgil 2 haftada bir qatam chiqib turay deb o'yladim. Har haftaniki, har oyniki 5i, bugunga o'xshash, ayning o'ttirisi. Ay 2 haftada bir qatamdan chiqib turay hozircha. Ba'zi vaqtlarda har hafta chiqib qolishim mumkin. Deyman sababini. Lekin ko'pincha vaqtlarda sizlarni saqlab qo'ymaslik uchun ayniki 5 yildan o'tirsida chiqadi deb o'ylasanglar bo'ladi. Meniki videolarimni qarorli ko'rib turayotgan qarindoshlar. Meniki bu videolarimga ashunchalik ko'ngil bo'lgan, ashuncha qadrlagan qarindoshlarga ko'pdan ko'p rahmat. Men aytib suyundim sizlarniki imkonsizlardan. Bugun 6-oyning 4-kuni 1989 yildagi Tiananmen 40-yili Niki 32 yıllık hatır günü bugün. Dünyadaki nurg'iylarda bu vaqtda bir hatır ishlari bo'lyotdi. U faaliyet şu 1989 yil shu ishlar bo'lgan vaqtida men Amerikada magistr o'qiyotgan, mana shu Los Angelesda. Kunda televizorlarni ko'rib, hayajonlanib, sakrab, qo'shilib, Xitoy mangu o'zgaradigan bo'ldi. Xitoy oqsiga yenish mumkin emas deb ashundaq bir xil hayajonning ichida yashagan bir 2 oy. Men 6-oyning 3-kuni Beijingga borgan. Nimani ayolimni akelaman deb. Men Amerikaga 1988 yilda yolg'iz keldim. 89-yili ayolimni olib kelaman deb qaytgan Xitoyga. Qaytib 6-oyning 3-kuni Beijingga tushgan. Beijingda Şinjan Benşru degan bir yer bor. Xitoy Şinjan Benşru deydi, Şinjan xizmat o'rni degan. Shu bizniki vatandagi kelib tushadigan bir mehmonxona. Men shuni tushgan, uni nurg'unlarini bilasizlar, Uyg'urlar tushadi ko'pincha vaqtlarda. Shu yerga tushgan shu kun oqshimisi etishlar, portlashlar bo'lib ketdi bir kecha. Men hammani anglab yotdim. Shu ishlar bu vaqtga berib qo'yaymi deb o'yladim. Ammo meniki uyga qaytishimdagi maqsad ayolimni akilish bo'lgandan keyin uyga borgan qurol bir narsam yo'q endi. Amerikadan yangi bo'lgan boshqa. Lekin shu yatag'imda turib butun etishlarni, shu rasmiy bir urush maydonidagi etishlar bo'ldi, portlashlar bo'ldi. Shuni anglab yotgan 6-oyning 3-kuni, 6-oyning 4-kuni Tiananmen maydonidan haydab o'tgan bir qism o'quvchilar shu Şinjan Benşru'niki oldidan o'tdi. Oldin o'tib shu joyda Şinjan Benşru'niki cho'ng ishigining ustida bir bayroq bor ekan. Xitoyniki bayrog'i. Bir qancha o'quvchilar yomishib chiqib, timir ishga yomishib chiqib, bayroqni elib yerga tashlab ko'ydirib o'tgan shu joyda. Yuz ko'zlari qon, bir to'p o'quvchilar shu men turgan yerni oldin o'tgan. Mana bir ishlar bo'lgan. Hozir shuniki 32-yili shu joyda biz Xitoy endi o'zgardi, menga oqqa yanmaydi deb o'ylagan. Xitoylar yondi. Yenib hozir bo'lgansiz vashchilishib bizning beshimizga nurg'un kullar keldi. Shunga bu Xitoy degan Xitoy davlati deymiz, shunday bir vashchi davlat ekan bu. Adam normal adam tasavvur qila olmaydigan
Biz şu işlarniki ahvollarniki dardini tortyapmiz. Amaliyotda hozir Xitoydagi butun xalqlarning ichida bizdek Xitoy hokimiyatiniki dardini tortayotgan millat yo'q. Endi bugungi kun munosabatida man bu ishni deb qo'yay. Ondan keyin bu haftadagi eng chong xabar bugun Angliyada boshlangan Uyg'ur soti. Bugun bir kunlik faoliyat tugadi, jami 10 soatda tamomlashdi. U hozir butun shu sotniki amaliy ahvolining hammasi YouTube'da bor. YouTube'ning ulanmasini men Facebook'a chiqarib qo'ydim. Xohlagan qarindoshlar shu bir ko'rib olsanglar bo'ladi, inglizchani bilsanglar. Bir qism isbot bergan qarindoshlar shu lager turma isbotchilari, shohidlari bular Uyg'urcha so'zlab inglizchaga tarjima qildi. Shunga inglizchani bilmaydiganlarmi bir qism yana ko'rib olsanglar bo'ladi. Sot men tasavvur qilgandan ko'p yaxshi bo'ldi. Mayli bugungi sotniki amaliy ahvoli bo'lsin, xalqarodagi ta'sir bo'lsin, yaqinqi shu necha kun ichida Xitoy hokimiyatiniki tipirlashlari bo'lsin, bu qatim bu ishga karomat qattiq tipirlab ketdi Xitoy hokimiyati. Men u darajada bular deb o'ylamagan. Andan keyin bugungi sotniki amaliy ahvoliga qatnashgan xalqaro muxbirlar intayin ko'pkan. Şuna bu iş naiti hazır bugünkü birinci günü naiti isil oldu deb o'ylayman. Şuna bunun naiti hoş, bunun hammamiz hoş bo'lsak bo'ladi. Endi Uyg'urlarniki fojiasi hoş bo'lgan ish emas. Lekin mush fojiani dunyoga anglatish, dunyoning diqqatini tortish bo'lsa, shularniki bir amaliy tadbir qo'llanishini qo'lga keltirish jihatda mush qitimqi Uyg'ur sotidagi ishlarniki ahamiyati bek zo'r. Biz shuni hoş bo'lamiz. Mana shundaq bu narsani eskartib qo'yay. Endi bu işlerini oylagan vaktimizde zadi muşundaq işlarniki kıymeti nereden nereci buldu degen iş doğruluk mu davamlıq konumuzda bir xil san buluş gerek. Aynı vakitte Amerika'da Uygur kişilik hukuk kanunu çıkıdığı vakitte dünyadaki köp sandaki Uygurlarına ait hayacanlangan, hoş bolgan. Ben şu jadımı açmışça eskertip tuttum, işlerini qandaq bulduğalığını. Endi bu Uyghur davasidagi nayeti çoğun g'alaba, çoğun ilgirlash. Lekin Uyghur meselesini hal qilishninki oxirgi halqiliq bosqichi emas bu. Shunga bu narsani davomli esda tutishimiz kerak. Men izchil deb kelyapman, shu mayli Amerikada chiqqan Uyg'urlarga oid qonunlar bo'lsin, boshqa davlatlarniki parlamentlarning qarorlari bo'lsin, bu qatim shu Uyg'ur soti oladigan qaror bo'lsin, bu qatim sotmi Xitoyniki Uyg'urlarga yurgizgan siyosati irqiy qirg'inchilik, genosid deganda qarorlarni elishi mumkin. Lekin buninglik bilan bizning ishimiz hal bo'lmaydi. Xitoyniki qilmishniki bir cho'ng jinoyat ekanligining qonuniy asosi o'tirib chiqadi. Lekin bu hukmning tufaylidan Xi Jinping olib turmushlaydigan, Chinchangga olib turmushlaydigan ishlar bo'lmaydi. Bu qonun, bu xalqaro sud unday narsa emas endi. U jihatda resmi bir kanuni mecburiyeti yok kalanı kol gelip turmuşlar kılamaydı bular. Şuna bu nokta hemimizin kallısı da enik buluş gerek. Miniki bu gaplarni dep düşünmek sebep Uygurlarniki hiç kandak meselesi bir hakiki manada hal bo'lgani yo'q. Xitoy Uygurlar qaratgan yo'qtu siyosatini texnik kuchaytiryotdi, texnik tiziltiryotdi. Uyg'urlarga bo'lgan ziyon yana vahshiyona davomlashyapti hozirmi? Nega berib to'xtaydi uqmaymiz. Men bugun bir chet ellik muxbirlik ko'rishdim. Shu bir soatda paranglashdik. Men har qatim muxbirlar ko'rsam ko'zlarimda yosh chiqdi hozir. Uni so'raydi, zodi Uyg'urlar masalasini hal qilishniki chorasi nada deb. Aslida BDT burunqidek rolini joriy qildira olgan bo'lsa, mesela Yugoslaviya meselesinde oynagan rol, Irak meselesinde oynagan rol degandek, aştarak rolunu oynayalgan bolsa, BDT bir layihani o'tirib chiqarib, Xitoyni shu BDT'niki qaroriga bo'ysunishga majburlash, agar unga bo'ysunmasa, iqtisodiy va boshqa jihatlardan embargo yurgizish va harbiy aralashish Xitoy davlatiga. Harbiy aralashish mashta tadbirlarni qo'llansa, Uyg'urlarga bo'layotgan ziyon to'xtaydi. Ashna ish bo'lmay turib, bu sirtda bo'layotgan mayli qaror, hukm, bayonot,
ayblashlar bularning hammasi Xitoyga ta'sir qilmayotidi. Hech qanday ta'sir qilmayotidi. Shunga bu cho'ng manzarani biz unutib qolmaylik. Meniki bu ishlarni deyishimdagi sabab biz o'zimizniki qilayotgan ishlarini, ko'rsatayotgan tirishchiligini bo'shash tursak qat'iy bo'lmaydi. Uyg'urlarniki masalasida haqiqiy bizniki beshimizga kelayotgan balay ofatni to'xtatadigan bir haqiqiy tadbir o'tirib chiqqani yo'q. Shunga toki abaytaman degandek xalqarodan bir cho'ng qaror olib Xitoyni shu qarorni ijro qilishga majburlab ijro qilmasa iqtisodiy va boshqa yerlardan embargo yurgizish va Xitoyga harbiy aralashish mushta qadamlarni bosmoqchilik Uyg'urlar ahvoli yaxshilanmaydi. Shunga bu narsalarni biz har vaqt asli tutishimiz kerak. İradimiz qat'iy bo'shab qolmasin, balki texmi chingib bo'lsin. Meniki bu gaplarni deyishim sababim shu. Bu haftadagi yana bir cho'ng xabar nima 29 may kuni, 28 may kuni Los Angeles davri gazeti Xitoyniki lagerlarga surilgan Uyg'urlarning sonini 8 million deb oldi. 8 million Uyg'urni lagerga surildi deb oldi. Bu naytı bir çoğun vaka, o bir deyimiz biz hoşlananlarlık işlesak kanlaşmaydı. Andi 8 milyon Uygur'un sulap koydu degen gap hoşlananlarlık iş emas. Lekin xalqaralık mesela bir medianiki Uygurlardaki haqiqiy ahvolini tilga olishi bu tunji qitim 8 milyon tilga olishi. Aştaq boğaçqa bu şu 8 milyon degan sonniki Los Angeles davrida gazetida chiqqanligidan shaxsan men xush bo'ldim. Hiç olmasa endirak xalqara ameliy ahvolni deyishga boshladi deb. Men uzoq bo'lib ketgan bu sonlarni digil to'g'rislarning xabarlarda bor. Xitoy soch o'rinlaridan yuqori darajali o'rinlarda ishlagan odamlar orqali olgan uchurim bor meniki. O'zim bevosita emas, boshqa do'stlarim orqali. Men shuni olgandan yoqi Uyg'urlarniki 2014-yildan keyin tutilishga boshlagan Uyg'urlarning soni 9 millionga bordi degan. Anından keyin hozir o'lib ketganlarning soni 2016-yildan keyin cho'ngda keng ko'lamli tutish boshlangandan keyin o'lib ketgan Uyg'urlarning soni 1 millionga bordi degan. Endi 9 milliondan 1 million odam o'lib ketsa 8 million qoladi. Buni mushtaqa hisoblashaqmi bo'ladi? Endi konkretni haqiqiy ahvol toki xalqarodan beri tashviqgacha aniq bo'lmaydi. Lekin mau 8 million degan sonning o'tirg'iga chiqishi yaxshi bo'ldi. Mening dahshat ichim pushqan. Nurg'un matbuotlarda, medialarda davomli yana 1 milliondan ortiq Uyg'ur sulandi deyotgan yoki 2 million deyotgan yoki 3 million deyotgan shunday. Lekin Sharq Turkiston qurilib ketdi. Uyg'urlarniki yerimi yo'qolib ketdi. Men o'tgan hafta dedim, bir kentda 65% Uyg'urlar yo'q hozir. Ashtaq bo'lib ketdi. Shunga ma'nosini o'tirib qo'yilganini nayt zo'r ahamiyatga ega. Mushqitimlik Uyg'ur sotishi nayt zo'r ahamiyatga ega. Xalqaro haqiqiy ahvolni bilsa, andikin bu ishlarga qarta tadbir ilish qadimini tiziltatdi biroz. Davomliq shu 30 million, 1 million, 2 million, 3 million o'tirib olgandan keyin bular bizning ishimizda degandek ishimiz o'zgarish bo'lmadi. Xitoyniki qirg'inchiligi o'xshashlar davomlashib ketaveryapti. Meniki nazarimda men Xitoyni odam o'ldiradigan serial killer deb qo'ydi inglizcha. To'xtamay miyada ayada odam o'ldirib yuradigan odam jinoyatchilar bor. Men Xitoyni shuni o'xshataman. Xitoy to'xtamay Uyg'urlarni o'ldiryapti. Sharq Turkistonning hamma yerida o'ldiryapti. Xalqaro bo'lsa bu o'ltirgani rasmiy olganmi? Qancha odam o'ldirdi? Nima uchun o'ldirdi deb har xil shakldagi muzokara yig'inlarini, seminarlarni o'tkazyapti. Xitoy qilig'ini qilyapti. Chet elda bo'lsa shu muzokaralarni qilyapti. Lekin hozir qadar Xitoyniki qilmishlarini to'sib qoldigan tadbir yo'q. Bizning oltimizda shu ahvol. Men bugungi sotda so'z qilgan ba'zi chet ellik mutaxassislarning gaplarini angladim. Ularniki shu Xitoy hokimiyatiga bo'lgan tushunchasi yanılam intayin tez. Qarasa bir kichik bolaga qilgandek anlandi ba'zi gaplar odamga. Nima degan Xitoyni tushunmaganligi uchun. Shunga bu Xitoy hokimiyati bir vahshiy maxluq. Bu Xitoy degan Xitoyni xalqaroning tushunishiga bir mazgil vaqt bag'ishlaydi. Yomon yeri ularni tushunib tadbir qo'llanib qo'yuvchilik Uyg'urlarning beshiga kelgan ziyon zoti qaysi darajaga berib to'xtaydi buni uqmaymiz. Meni davomli ansirtadigan narsa shu.
Şu bu narsani tilab qo'yib keldi. Üçüncü bir xabar, bu hoş xabar. Texas shtatidagi Harris naisi yaqinda bir qaror oldi. Texas shtati bir alayda shtat Amerikada. Masalan, burun degandim, Amerika birlashma qo'shma shtat birligiga eng oxirida qo'shilgan shtat bu Texasniki. O'zining o'z oldiga askari bor. Ashta bir alaydaroq shtat. Bularning xil cho'ng shtat unisiga, zamin jihatdan, nüfus jihatdan. Şuna bu ştatniki iş kılışlarda bunu ayet yenilikler, alaylıklar köprak endi. Maaşma şu Texas ştatındaki Hristiyan naisi yakında Uygur meselesi doğruluk bir sud kararını aldı bula. Bu kararınki asaslık mezmunu şu ırkı kırgınçılık Uygurlarını ırkı kırgınçılık işide Uygurlarını qo'g'dash meydanını tutamiz dedi birisi. İkincisi, anakin Xitoy hokimiyatining Uygurlarni yo'qotib o'tish siyosatini o'zgartirishga chaqiramiz dedi. Yani bu yerda encourage debdi. Encourage degani shu chaqiramiz, rag'batlantiramiz degandek gap endi. Bular gapni bundan kuch demaydi. Sababi nima desanglar, Texas shtatidagi bir sud Xitoy hukumatini jazolaymiz bu demaydi endi. Hatta bu boshqa birisi stands in solidarity with the Uyghur people against this genocide debdi. Yani birisi encourage a change in course by the Chinese government that will end the eradication of the Uyghur people deydi. Maştaraq debdi. Herhalde bunun ahmiyeti zor. Amerikada federal hokimiyat qurgan chog'da ba'zi joylarda shtatlarning tutgan qo'llangan tadbirlariniki unumi cho'nroq bo'ladi. Agar Amerikaning hamma yerlarida mana shunday qarorlarni olishga boshlasa, Xitoyga chuqur zo'r darajada besim paydo qiladi deb o'ylayman. Endi bu qitimqi maoshniki yana bir alohidligi, bu qitimqi shu sotniki mana shunday qaror olishida 3 odam isbot beribdi. Men o videoni ko'rdim. Uniki ikkisi Uyg'ur, birisi Hazrat Ali, yana birisi Yasin Ahad. Yasin Ahad inimizden ayeti hoş buldum. Ben rahmetini aytamam mishada. Yasin Ahad inimiz Uyghur Soft'niki quruvchisi, Alim Ahadniki aksi bo'ladi. Amerikada fizikada doktorluq olgan. Bu qitim sotga chiqib, bosh guvohlikni beribdi, aksi to'g'riliq. Men ayet hoş buldum. Hozir endi Uyg'urlarniki tutilib ketgan sarxillari bek ko'p. Bularniki bir xillarniki oila tabatlari chet eldagi isbotga chiqib, isbot beryotdi. Yeni xil zo'r bir qismi bor. Ularniki urtuqallari hech qanday gap qilmay sukut turyotdi. Bo'lsa, hozir endi sukut turishniki hech qanday qiymat qolmadi. Mayli sukut turing tomon Xitoylar oilangizdagiga qildigan ishni qilyotdi, to'liq qilyotdi. Bundan keyin texim qiladi keyin yana hozirgi Xitoylarniki tutgan yo'ldan qaragan chog'da hech kimni bo'sh qo'ymayganda turdi. Shunga bu jihatda hozir qarab turish, qarab beqish yo'lini tutgan qarindoshlar obduraq o'ylab qolasizlar. Ondan to'rtinchi cho'ng xabar, hozir shu Xitoy virusiniki manbasi Wuhandagi Xitoy tajribaxonasi ekanligi haqidagi gap intayin kuchlik bir ovozga aylandi butun dunyo bo'yicha. Bo'libmi yaqinda bir qancha voqealar yuz berdi. Bir angliyalik, bir norvegiyalik ikki olim shu biologiya virus sohasidagi olimlar bir ilmiy maqola e'lon qildi. Aslında bular ilmiy maqolani o'tgan yillar yo'llab ekan, aytdi donliq jurnallarga. Yo'llasa o'tgan yil bularni suiqasd nazariyasi deb bosqinmabdi ekan. Yaqinda bularning maqolasini bosdi. Ular u maqolaning asosliq alohidligi nima desanglar, biologiyaning tadrijiy taraqqiyot nazariyasiga tushadigan qonuniyatlar bor ekan. Lekin maqatimki Xitoydan chiqqan virusni tashvisa, bu virusniki tuzilishida shu biologiya tadrijiy taraqqiyot prinsipiga tushmaydigan narsalar bor ekan. Bu nimadan darak berdi desanglar, buni haqli insonlar yasagan, insonlar o'zgartgan, tabiiy yuz bergan narsa emas. Ma ikki olim shularni isbotlab o'tirib qo'yibdi. Amaliyotda bu ishlardan xabar topgan boshqa olimlarmi bor ekan. Masalan, Amerikadan Xitoyniki shu Wuhan tajribaxonasidan hamkorlashib ish qilayotgan olimlar bor ekan. Anikin Amerikadagi shu yuqumli kasal ishlariga mas'ul organniki mas'ul bor, Fauci degan doktor Fauci deb. Bu odammi bor ekan.
Әмнияті bu adamlar aşı bir amılға xili burulib diqqat qilgan ekan. O'tgan yilning 5 yilda boshlabdilarmikin. Lekin ular buni bayqab o'zaro so'zlashibdi. Lekin ilmiy maqola bir narsa e'lon qilgan chog'da bu gaplarni qat'iy tilga olmabdi. Fauci qat'iy buni e'tirof qilmay, bu virusning tajribaxonadan chiqishi mumkin emas. Tabiiy yuz bergan narsa deb turibdi ekan. Yaqinda bu Fauci bilan boshqa kishilarniki o'zaro yozishgan xatlari, email xatlari oshkorlandi. Buning ichida bir qism ishlar fosh bo'lib qoldi. Hozir endi bu Xitoy virusining manbasi Wuhandagi tajribaxona degan bu yakunni isbotlaydigan isbotlar nihoyat ko'p o'tirib chiqyotdi. Bu ishniki ahamiyati bek zo'r. Hozir Amerikada ba'zi donliq shaxslar Xitoyga 10 trillion dollar to'lam to'latish kerak deyotdi. Yaqinda Hindiston bir baho qo'yibdi. Eng oxirida bu virusning manbasiniki Xitoy ekanligi isbotlansa, bütün dünyadaki nurg'un davlatlar Xitoyga baho qo'ydi to'lam to'lashga. Ashta qilsa Xitoyniki unchila iqtisodiy yukni ko'tara olishi mumkin emas. Bu Xitoy hokimiyatiniki og'dirilishiga, kompartiya hokimiyatining og'dirilishiga bir turtki bo'lishi mumkin. Men mushu sohada intayin umid bor. Hozir bir qism kishilar kelajak yil ochiladigan Xitoyniki 20-chi Xitoy kompartiyasiniki 20-chi qurultayida Xi Jinping yo'qoladi degan ko'z qarashlar hali kuchli hozir. Men bu ashtaraf ko'z qarashda Xudoyim bo'lsa ashtaraf bir o'tirib chiqsa Uyg'urlar uchun bir cho'ng fursat keladi. Xudoyim bo'lsa Uyg'urlarning beshi kelgan dard alamlar shu yerda to'xtashi mumkin. Endi alaqi mushu Xitoy virusiniki tuzilishi haqidagi narsalar o'tirib chiqqandan keyin men biroz hayron qoldim. Mushu Amerikadan chiqqan Xitoy bilan hamkorlashib ish qilayotgan olimlar bor ekan. Bular o'zaro paralashgan vaqtida albatta men degan bu virusning tuzilishini qaraganda uniki tabiiy paydo bo'lishi mumkin emas degan gaplarni deyishgan ekan. Keyin ilmiy maqola yozgan vaqtlarda bu gaplarni qat'iy tilga olmabdi. Butunlay yushirib o'tibdi. Keyin muxbirlar bilan ko'rishgan chog'dami buni qat'iy tilga olmabdi. So'rsim javob bermay gapni boshqa burab. Men shuni qarab hayron qoldim. Bular davlat darajalik cho'ng olimlar Amerikada. Ashtaq odamlarmi nim bo'lib, mushtaq bir saqtipaz, samiyatsiz odamlar darajasiga tushib qolgandi deb. Bu yerda Xitoyga berib ishlagan chet elliklar nega ko'pinchisi Xitoylarniki ziyonkashga uchrab ketadi. Ikki jihatiki, birisi pul, birisi qiz bola. Mushlarnimi ashtaq bo'lganmikin deb gumonlayman. Bo'lmasa ashtaq bir cho'ng olimlar turib, ilmiy nazariyaga kelgan chog'da nima uchun o'ziniki maydonda tushuntirib qilolmaydi degan bir narsa. Mush narsani anlagan vaqtimda meniki kallamga bir ish kelib qoldi. Meniki Yaponiyada turayotgan vaqtimda e'lon qilgan bir maqolam bor. U yolg'iz emas, 4 odam e'lon qilgan uni birlikda. Men nazariyasini qildim. Osaka universitetidagilar tajribasini qildi. Boshqa qilib IEEE degan bir jurnal bor, donliq dunyo bo'yicha donliq jurnal inglizcha. Shu yerda maqolani chiqargan, shu maqolani chiqargan vaqtida meniki hisoblashimda bir xatolik ko'rilib, energiyaning saqlanish qonuniyatiga xiloflik qiladigan natija kelib chiqqan. Xatolik cho'ng emas. Energiyalarning hammani qo'shsa bir bo'lishi kerak. Meniki bir bo'lmay 1.003 degandek bir kichkina xatolik chiqib oldi. Buning olacak etishdim ayni vaqtda tajriba bilan nazariya nihoyat yaxshi moslashdi, lekin energiyani saqlash qonuniyatiga xilof natija unda zot chiqarmagan. U men qilgan matematika nihoyat murakkab narsa. Bir tanlama bizim odatda va printerda bostirgan qog'ozga bir bat chiqdi. Tanlamani bir qatim qalam bilan yozib, uniki keyingi davomini chiqaraman deb yana bir batga yozsam, bir batga bir tanlama aram patidi. Ashta qilib chiqirdim bu formulani. Shu jarayonda bir matematik operatorda ikkisini o'rnini almashib qoldi. Differentiation bilan multiplication o'rtasida almashib qoldi ekan, ashtadan kelib chiqqan xatolik ekan u. Shuning bilan shu energiya saqlash qonuniyati saqlanmaydigan bir narsa bo'lib qoldi. Ucha topolmadik bu masalani. Topolmay mush gapni biz ilmiy maqolaga yozgan. Ma nazariya bilan tajribaning natijasini aytib moslashdi. Lekin ma nazariya energiyaniki saqlanish qonuniyatiga
xiloflik qiladi hozir kichkina xatolik bor maslini topolmadik deb o'sha yo'llagan keyin buni tekshiruvchilar bo'pti deb shu maqolani shu birinchi bosgan hozir maqol shunday yozilgan keyin amerikaga kelib magistrlik o'qigan vaqtimda magistrlik dissertatsiyasi uchun qilgan tadqiqotim yaponiyada boshlagan tadqiqotimning davomidir bu bu yerda shuni qilib oxirida maqolalar bitib o'qish bitirgan ishga qolgan vaqtimda men ustozimga bu gapni dedim men chiqarib oldim mana shu energiyani saqlash qonuniga bo'ysunmaydi bu desam shu yerdalam u ma'lum muhab bo'ldi yopiliqdi u men yaponiyaga berib men ustoz bo'lgan odam koreyalik odamdi anda Osaka universitetidagi ustozlarim yaponiq lekin o'zimning turayotgan maktabdagi ustozim koreyalikdi amerikaga kelgandan keyin bir yaponiqni ustoz tutib qolganman tutib qolgan u men o'qigan maktab bilan shu Caltech California Technology of Institute degan maktab bilan tang professorlik qildi u gapni anglagandan keyin sen agar mush masalani topmasang o'qish bitirolmaysan dedi menga o'qish bitirgan ishga qolgan vaqtimda bunda energiya saqlash qonuniga bo'ysunmagan narsani biz e'lon qila olmaymiz qabul qila olmaymiz sen o'qish bitirolmaysan topqin masalani deb dedi shuning bilan uyimga ketib yig'lig'idek bo'lib o'tirdim bir oqshom shuncha ko'nglim yerim bo'lib ketdi vaqt jami 2 oy qanday qilsam bo'lar deb bo'ldi men yana bir izlab boqay deb shu o'zimniki keltirib chiqargan tanlamamni yana qaytadan izlab bir varaq bir tanlama bir varaq yozib qaytadan chiqarib formulalarni oxirida shu ikki operatorniki alışıp qolganligini topdim tepib uni joyiga kelgandan keyin energiyani saqlanish qonuniga bo'ysundigan bo'ldi men ishlab chiqqan formula ashuna bilan men o'qishni bitirdim magistrlik unvonimni oldim meniki yozgan maqolam Applied Physics degan jurnalga besildi Amerikan jurnaliga mana bir hikoyalar bo'lgan men shu Fauci bilan doktor Fauci bilan bilishgan olimlarniki qilgan ishni ko'rib agar ashtaq bir fanniy ishlarga kelgan chog'da ashundaq cho'ng masladimi haq gapni demasa bularni qanday qilib xalqaroliq olim digil bo'lsin deb o'ylab qoldim men shu gapni kelganchada ma ishlar esim kelib qoldi shu masalaga ozroqcha bir hikoya qilib so'zlab bergim kelib qoldi Ondan keyin bu haftadagi yana bir cho'ng xabar Xitoy davlatida Xitoylar uchun 3 balla ilishni yo'l qo'yibdi. 3 balla osonlik bo'ladi deb. Bu hozir intayin cho'ng parang Xitoyning davlatining ichidami mushu xabar besilgan o'xshash gazet masalan Xalq gazeti, dak gazet Xitoychisiga shular aynan besilibdi. Bundan keyin bir aile 3 bala ası bo'ldi deb. Lekin shu gazetniki uyg'urchasiga kelganchada mush maqola yo'q. Uyg'urlar boshqani uqalaydi, Xitoycha o'qiydiganlar ko'radi. Lekin qasddan uyg'urchisida bu gaplarni qat'iy bu maqola uyg'urchasiga bosmabdi. Shunga hozir bu 3 balani yo'l qo'ydi degan gap Xitoylarga qaratilgan gap. Uyg'urlarni bilasizlar, Uyg'ur ayollarining ko'pinchisini to'mas qilyapti. Hozir yangidan to'y qilganlarga besim bek ko'p yoki Xitoyda to'y qilish kerak. Uyg'urlardan to'y qilsa 3 bala ası bo'ldi degan gapni Uyg'urlarga tushmaydi bular. Xuddi o'tganda nupusni e'lon qilib Uyg'urlarning nupusini e'lon qilmagan o'xshashlar. Ma siyosatni Xitoylarga chiqarib Uyg'urlarga chiqarmayotdi. Shunga buni xabardor bo'lib qolinglar. Yana bir cho'ng xabar Uyg'urlar degan jurnalniki 21-soni e'lon qilindi. Tunugun bundan obdan paylanlar. Nayte mol mazmunlar bor. Bunu sizlarni deb chiqaryotdi bizning qarindoshlarimiz kecha kunduz ishlab undan foydalansanlar tashqib qo'ysanlar Uyg'urlar degan tor jurnalniki 21-soni chiqdi meniki Facebook'imda bu to'g'ri e'lon bor bu haftadagi 7-xabar 5-oyniki 29-kuni Hindistondagi bir kentidagi bir ko'rikning ustida odamga o'xshaydigan bir oq ranglik narsa ko'rikda minib ketib qolgan bir video chiqdi. Bu video intayin ko'p tarqaldi, hozirmi bor YouTube'da. Men Facebook'imni chiqarib qo'ydim, propagandalar bo'ldi. Buni ba'zilar tashqi planetaning odamlari ekan da'vatidi, ba'zilar jin ekan da'vatidi. Nimaligi aniq emas. Men xili diqqat qilib turibman, bugunman bu video chiqishdan burun tekshirib baqdim. NASA'niki bu to'g'ri degan gaplar bormikin deb. NASA yashin demabdi. Şuna
NASA'ga o'xshash bir nupuzliq o'rin bir narsa demagichilik bu narsaga pek ishim ketmanglar. Hozirgi rasmlarni bir taraf qilish texnikasi pek yuqori hozir. Men o'zim shu soat ishlayapman, ish qilyapman shu rasmlarni o'zgartiradigan, masalan, oqshom tatgan rasmni men kunduz tatgan rasmda qilib olayman hozir. Ashundaq texnikalar bor. Shu rasmni o'zgartirib, videolarni o'zgartirib qilmoq intayin oson. Shunga buni sizlarga deb qo'yishimga sabab ehtimol ba'zilaringlar ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Yaqinda uchar taqsa tashqi odamlari degan xabarlar biroz ko'payib qolyapti. Amerika hukumatidan chiqarilgan doktoratniki yiqilishiga ergashib. Shunga endi ma'mul rasmiy olganmi o'qilolmaydi hozircha. Agar rasmiy gap chiqsa bu vaqtda men birinchi sizlarga deyman. Shu ma'nitli qilib qo'ydim. Video meniki Facebook'imda bor, ko'rib baxsanglar bo'ldi. Yana bir gap, buna bizniki chet el qarindoshlardan kelgan bir taklif. Bizniki hozirgi Uyg'urcha medialarmi xili bor. TV, YouTube, bu narsalar. Shularniki ba'zilarida Xitoyniki tashviqotni qilayotgan ahvol og'ir ekan biroz. Masalanga 2 haftaning oldida deyman, Xitoy Marsga bir narsa chiqardi. Marsga bir tekshirish mashinasida bir narsa chiqardi. Men bu to'g'riliq o'zimniki videosida qattiq gap qilmadim. Sababi nima desanglar? Xitoyda aslida bu Marsga bir narsa chiqargandek qobiliyat yo'q bo'ladi. Bular bütün texnikini, bütün bilimni hammani o'g'irlayotdi. Hammani Amerikadan o'g'irlayotdi. Meniki bu jihatda o'zimniki kuchli uchurlari bor. Bularni qanday o'g'irlaydiganligi haqida. Hozir Amerikada NASA'da bir yangi narsa yasab chiqib bo'lganidek Xitoyning qo'liga uning bütün texnikalari berib bo'ldi. Bir cho'ng sababi Amerikaning mustaq o'rinlari ishlagan Xitoylar ko'p. Amerika hozir nurg'un boshqa yo'llarni to'sib lekin shu odam omili kelgan chog'da Xitoyni to'liq tushunmay yoki yetish bilmayotganda o'qimayman. Bak o'g'irlaydi bular. Hamdasi o'g'irlayotdi. Ayta boshqa ko'rinishda bularniki nasri cho'ng ishlar qilayotganda ko'rindi. Masalan, Marsga tekshirish mashinasini chiqarganligi. Amerika bundan 51 yil burun chiqarib qo'ygan. Agar siz Xitoyniki mustaqil ishlarini xabar qilsangiz, Amerika bu jasoda qanday ishlarni qilgan degan narsani qo'shib deb qo'ying. Unda demasangiz, Xitoy uchun tashqat qilgan bo'lasiz. Buniki Uyg'urlar uchun birdigan o'ynaydigan ijobiy roli asosiyati yo'q. Siz Uyg'urlarga Xitoyni kuch ko'rsatib qo'ysiz. Unda boshqa narsa yo'q. Men Xitoyning qilgan nasri qoyil bo'lmaganligim uchun men buni o'zimniki videolarda qattiq tilga muvofiq ko'rmadim. Tilga olmayman buniki mashina. Bular hammasi o'g'irlagan narsalar bu. Agar siz uni demoqchi bo'lsangiz, desangiz televizorlaringizda Amerika bu sohada qancha yil oldida Xitoyniki buni mutlaq yapmayman. Agar Xitoyniki bu texnikasini nereden keldi uni bilmasangiz, Amerika bu sohada nerede buni mutlaq yapmayman. Unda qilmasangiz, bu xuddi Xitoyning tashqatini qilgandek bo'lib qolasiz. Masalan, bu Xitoyniki Marsga tekshirish mashinasi chiqarganning xabarini qilibdi bir televizor. Ondan keyin Xitoyniki virusniki tashqatini qilibdi. Xitoyniki vaksinasi 67% unumli ekan u bu deb. Bu gaplarni nimishqa Xitoyning bu narsalarni Uyg'urlarning tilida tashkil qilamiz men to'g'ri bilmayman. Ani material topamagan bo'lsa, u boshqa gap ekan. Ish qilib, men bu yerda demoqchi o'g'lim, qog'oshimiz Xitoyning tashqatini qilganlik bo'lib qolmasin. Bu ishga diqqat qilaylik. Bu menga ko'g'ishlardan kelgan bir taklif maslaga shuni yetkazib qo'yapman. Tünügünçilik bütün dünya boyunca Xitoy virusi bilan yuqumlanganlar 172 milyon 400 ming yuqumlanganlar. Tünügün bir kun ichida Xitoy virusi bilan yuqumlanganlar 505 ming 900. Tünügün 6-3 kuni ichida Xitoy virusi bilan o'lganlarning soni 3 milyon 700 ming qabadı. 3 milyon 700 ming. Masalan bir deb qo'yim keldi sizlarga. Endi oxirida sizlarga deb qo'ygan o'tgandagi videoda bir gap unutib qolibman. Shu Ramazon jarayonida iyon to'plash ep bordik. Men uniki shu Turkiyadagi Uyg'ur yarining o'qish mukofot yoki o'qish yordam puli tipida ishlatilganga yig'ilgan pulning soni sizlarga degandim.
$32 ming yıqıraq pul yig'ildi deb. Mushu Ramazan jarayonida Uyg'ur Project fondiga pul yig'ildi. Men shuni deb qo'yishni unutib qolibman. Bugun shuni tilga qo'ymoqchi. Uyg'ur Project fondiga bir davlatdan bir qancha qarindoshlarimiz $10 ming iyon qildi. Yana bir davlatdan $6,5 ming iyon qildi. Amerikadan bir inimiz şirket orqali $1000 iyon qilibdi ekan. Shirkatga unga $1000 qo'shib beribdi. Shunga $2000 keldi. Norvegiyadan bir qarindoshimiz $1000 iyon qildi. Undan boshqa bunda cho'ng son emas, ozroq son bilan iyon qilganlarmi bor. Ashni qo'shganda Uyg'ur Project fondiga $18 ming pul yig'ildi demiş Ramazan jarayonida. Ashning ikkisini qo'shsak, Uyg'ur yor bilan bizga yig'ilgan pulni $50 ming dan oshdi. Shunga buni sizlarga deb qo'ygim keldi. Mush ishlarni qilgan, iyonni bergan, mush orqali millatga to'p qo'shishga tirishayotgan qarindoshlarga yana bir qatim ko'pdan ko'p rahmat. Sizlarniki bu pullarni biz intayin muvofiq yo'lida ishlatamiz. Birer dollarmi o'z bizga ketib qolmaydi. Buni sizlarga yana bir qatim deb qo'ygim keldi. Yordam qilgan qarindoshlarga yana bir qatim rahmat. Endi eng oxiridagi yana bir muhim ish, ma bir hafta ichida, men o'tgan haftada tilga olgan, to'y qilolmayotgan, tunishamayotgan Uyg'ur qizlarni bir-birisiga tunishtiradigan projekt. Buningga qiziqadiganlar ko'p chiqyotidi. Talab, inkaslar nati ko'p hozir. Bu ishni shunga chin tutyapmiz biz. Chin tutyapmiz, torbeti bitib bo'ldi. Bizning bir qarindoshimiz bor, bu torbetani ishni qilayotganlar uzun bo'lgan, nati mukammal, nati Amerikadagi shu rasmiy shirkatlardek saviyada yasagan torbeti bor. Bu torbeti bitib bo'ldi, uni ozroq o'zgartirish kiritishimiz mumkin. Hozir biz bu ishni, bu proyektni ep mangdigan texnikalik va boshqaruvchi xodimlarning hamini tayyorlab bo'ldik. Tayyorlab bo'ldik. Hozir shuni konkret ishlarni qanday qilamiz, mushtoqlik markazlashyapmiz, muzokaralashayapmiz. Bu ishlarni tez bitadi. Xudoyim bo'lsa, bu projekt, bu torbeti shu oldimizga bir qancha hafta ichida ochilib bo'ladi. Shunga mushundan foydalanishni o'ylayotgan ukalar, singillar, inalar hozirdan boshlab tayyorlab qilishsa bo'ladi. Bu ishni tezlam yo'l qo'yilmoqchi. Bu ishni sizlarga deb qo'ygim keldi. Xudoyim bo'lsa, bu ishni obda etmoqmiz. Burun mushsad ish qilib baqqan qarindoshlarimiz bor ekan. Hozir biz ulardan maslahatchi sifatida foydalanyapmiz. Eğer biz uqmaganlar bo'lib qolsa, mush sadi ish qilib baqqan burun, lekin mantiqa anlamagan qarindoshlar bo'lsa, men bilan aloqalashinglar. Ashta qilsak, ishni texnik yaxshi qilib qo'yamiz. Sizlarning tajribanglardan foydalanaylik biz. Endi eng oxirida vatandan kelgan bir uchur bor. Men shuni sizlarga deb qo'ydim. O'tganda bir qatimlik videoda degandim. Xitoylar mana yaqinda ishkirda turayotgan bir qism Uyg'urlarning hammasini tutib vatanga akatdi bular. Asosiy sabab nima desa, bu chet elga uchurlarni mondiritayotganlar mushlar o'xshaydi deb akatgan. Bularni akitib, hammasini sulab, so'roq qilib bir ashkoydin ashta qilibdi. Haqiqatan bu menga kelgan bir uchur, shularniki ba'zilaridan anlagan uchurim meniki. Ashlarni so'roq qilgan chog'da asosan erkaklarni tunamsizlar deb so'rabdi bular. Shuni qarab, andilki men vatandagi uchurni ko'p ekanlab sizlarga yetkazayotgan bo'lganligim uchun shu men ushib birayotganlar ashlar o'xshaydi deb xitoylar gumonlanib qilgan o'xshaydi. Ishqilib ba'zilarni xil qattiq qiynabdimiz sahada. Ashlar qilib biz ishkirdagi bir qism yoshlarımizdan g'olib qoldik. Ularni shu vatanga ketib sulvatdi bular. Hozir qo'yib berganlarni burungi o'rniga qaytishga ruxsat qilmagan o'xshaydi. Shunga meniki qolgan qarindoshlarga deydiganim, bizniki vatanning ahvolidan to'liq xabardor bo'lib turishimizniki ahamiyati bak zo'r. Mush qatimki Uyg'ur sotini o'ylab baxsanlar bo'ladi. Bu uchur eng oxirida shu yerga bordi. Amaliyotda men egallagan uchurlarning hammasi yozma shaklda bor. Meni izlab kelganlarga men shu bilan ta'minlayapman buni. Shunga biz undan pek yaxshi foydalanamiz. Yana uchuri kelayotgan qarindoshlar bor bo'lsa, menga yoki o'zinglar ishingizga odamlarga o'rgatishni unutib qolmasanglar. Undan bir udan foydalanaylik. Vatandagi xalqimizniki bir kelgan hozir baloyi ofatni to'xtatish uchun ma ishlar bek muhim. Mush uchur yig'ib berishning o'zimi bir cho'ng to'hfa. Shun bu ishni davomli qilgan bo'lsanglar.
Bo'ladi, men bugun mushuncha so'zlay. Aslidagi plani bo'yicha tarafda men chiqmayman videoga, lekin shu Uyg'ur o'g'il yigit qizlarni bir-biriga tunishtirgan to'r beti masalasi bilan agar tarafdagi yengillik bor bo'lib qolsa, men yana chiqishim mumkin. Chiqmay qolsam keyingi hafta chuqum chiqaman. 2 haftada bir qatim. Shu bo'lsa deb qo'y. Bo'ladi, yana bir qatim ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.